Bugun biz eng qiyin bo'lgan ishlardan bittasi maxsus transportda bir kun ishlab ko'ramiz. Qani bo'lmasa, ketdi. Maxsus transport bu juda ham qiyin ish. Sababi to'g'ridan-to'g'ri axlat bilan ishlash hammani ham qo'ldan kelmaydi. O'zi maxsus transport mashinalarida ko'pincha sentralniy ko'chalarni tozalab ketishadi va keyin mahallalarning ichiga o'tishadi. Lekin sentralniy ko'chalarda juda ham katta muammo bor. Ya'ni siz bir yerdan axlatni olishingiz bilan 5 daqiqadan keyin yana o'sha yerda axlat paydo bo'lib qolaveradi. Ya'ni odamlar kerakli joyga emas, ko'chani yuziga tashlab ketishga odatlanib qolishgan. Mahalladagi ishlarga keladigan bo'lsak, bu yerda maxsus transport mashinasi kelib, signal chalib, hammani uydan axlatlarni olib chiqish uchun belgi beradi. Yoki ko'p odamlar qopda yoki chelarda eshigini oldiga musorni qo'yib ketishadi va siz bo'lsa o'shalarni olib to'kib qaytadan yana joyiga qo'yib qo'yasiz. Va mana shu joyda braziliyalik bolaga o'xshab ketdim. Mabodo maxsus transport yo'liga mahallada mashina qo'yib ketishsa, xonadonlarning egasini chaqirib mashina oldiriladi. Keyin axlat mashinalar poligonga ketib axlatni to'kishadi. Agar shu videoda 20 mingta layk yig'iladigan bo'lsa, keyingi videoda qanday qilib poligonda axlatlar jo'natilishi haqida video qo'yaman. Xullas maxsus transport ishlab turib nechta pul topish mumkinligini ko'rishingiz mumkin.